Assalomu alaykum hammaga, hormaylar. Alhamdulillah, Allohga shukr. Bugun mashg'ulotlarni boshlab oldik. Bu bizning kichkina guruhimiz. Bizda juda katta yangilik. Mana ko'ryapsizlar. Endi bu yoqdagi zalimiz ham ishga tushdi. O'zingizlar baho berasizlar. Bizda sportga katta rahmat. Zalimizni remont qilib berdi, chiroyli qilib. Mana endi yosh bolalarni alohida tronk o'tamiz. Mana endi bardak bo'lmaydi. Nechta bola kelsa ham zalimizda bemalol tronkda bo'ladi. Yugur. Qo'ling ko'tarma menga. Pirranchalar. Yugurdik. Mana endi birinchi chep o'tdi. Odilbek, yugur tez. Yugur. Bugun nastroy yo'q buni, xafa bo'lmaysiz. Kayfiyat yo'q ekan. Uyda muammo bo'lganmi? Odilbek. Hozir o'zi qo'shilib yugurib ketadi. Xullas shunaqa endi, bemalol mana. Ikkita trener ishlaydi, bu yoqda Samandar, bu yoqda o'zim, yana bitta yordamchi trenerimiz bor. Yana trener